Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biz sizlarni Istanbulning Başakşehir jamoasining uy stadion taklif etamiz. Bugun UEFA Konferensiyalar Ligasi Başakşehir o'z uyida Rapidni qabul qilmoqda. Birinchi tur e, barchamizga ma'lum, bu tabiiyatsa 36 jamoa bo'lib o'tgan turnir. Bugun o'ylaymizki, juda ham qiziq bahs bo'ladi. Endi esa UEFA Konferensiyalar Ligasi madhiyasini eshitamiz. Bu esa jamoa bosh murabbiyi Patrik Vieira jamoalar bir-birlari bilan yaqindan ishlashayapti. Bu tarkib Başakşehir tarkibi bugun Babakan o'z darvozasini qurgan bo'ldi. Aliqulov, Fayzullayev Shomurodov maydonda demak Operi va Aliqulov bo'lu. Ebeseli Kemen chapda Fayzullayev bunda Turuch, o'rtada esa Shomurodov. Bu esa Rapid tarkibi Pyotr Shtoger. Bugun 4-1-2-3 tarkibda o'ynandi. Juda qiziq tarkib: Amane, Sangare, Antisti, Radulovich, Krasniki, Xorglarki, Hadal darvozada qo'riqlab boradi. Bu jamoa sardori bor, barcha o'yinga tayyor. Umid qilamiz bugun o'zbekistonlik futbolchilardan super bahs. Demak, boshladik birinchi taymga. Yig'indiradi. Baseli to'pni ortga Kenan. Himoya to'ladi Kenan. Unga Turuch yo'qadi. Esa mehmonlar Antesti. Bo'ladimi? Radulovichdan. Antesti. Pas yaxshi. Baseli. Abosmedovda yaxshi pas. Zarba va gol. Baseli festa. Birinchi golni kirityapti. Mezbonlar Başakşehir oldinga o'tib oldi. Yana bir bora ko'ramiz. Abbosbek Fayzullayevdan super assist. Bormering chiroyli gol. Zarba. Darvozabonni ayblash qiyin bu vaziyatda albatta. Baseli. Demak, 1-0 7-daqiqada mezbonlar hisobni ochdi Başakşehir. O'yin davom etadizlar. Ko'ramiz mehmonlarda qanday hujum bo'ladi. Antesti. Pas Krasnikiga. Orqa Kirchich. Clarke. Radovichdan. Zarba va xavfliydi. Ko'ramiz. Birozgina noaniq ketdi. Sengare. Zarba Babakan o'z o'rnida. Yana bir bora ko'ramiz. Zarbaga e'tibor bering, darvozabonga qo'y. Yana bir zarba va gol. Mehmonlar hisobni tenglashtirishdi. Himoyachilar birda futbol xatoligi yo'l qo'yishdi. Darvozabonga e'tibor bering, Babakan ulgurgan ekan, ammo hisob barobar. Antesti hisobni tenglashtirdi. O'yin ancha qizyapti azizlar. Turuch, Baseli. Shomurodovga zarba. Biroz noqulay tarzda Shomurodov zarba berdi va yiqildi. Fayzullayevdan zarbasini bu yerda himoyachi qaytardi. Chak to'pi darvozada. O'y qanday yiqitildi bu yerda. Menimcha jarohat oldi. Pas Shomurodovdan. Fayzullayev qanday xatolikdan unumli foydalanishi mumkin. Fayzullayevdan zarba. Sus, qanday qilib bu gol bo'lmadi. Muxlislar. Zarbaga e'tibor bering chap oyoqda. Afsus, menga afsus Fayzullayev bo'ldi. Clark jarohat oldi, afsuski. Yana bir pas Shomurodovdan. Zarba! Afsus.
Zarbaga bo'ling. Fayzullayev chapdan. Zarba darvozabon qaytaryapti. Birinchi taym o'z o'qiyasiga yetadilar. Hisob 1-1. Qiziqarli juda bahs bo'ldi. Birozdan afson biz yana qaytamiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Biz esa davom etamiz. Ikkinchi taym, birinchi taymdan so'ng hisob 1-1. O'yin davom etadi. Sizlar biz bir qancha o'zgarishlar bor. Bir necha Shomurodov Sarıy Turuch o'rniga Shomurodov o'rniga Da Costa, Ebeseli o'rniga Jalo maydonga tushdi. Yaxshi pas Da Costadan. Mana yaxshi zamon zarba. Biroz aniq. Shomurodov o'zini biroz noqulay his qildi. Menimcha o'yin chiqmadi ham. Fayzullayev ikkalasini. Endi Sarıy o'ng qanotdan. Sarıy o'ylab topadi, pas bo'ladimi? Zarba! Yana noaniq. Mezbonlar shturm qilishyapti. Uy, qanday o'ynadi Poko burada. Hozir janjallashishga hojat yo'q. Ularni bosib olishar kerak futbolchilar. Girgichdan zarba beradi. Yo'q, Krasniki zarba va gol! Mehmonlar 2-1 qilishyapti hisobni. Ermal Krasniki. Mukammal zarba edi bu. Bir bora ko'ramiz. Zarba. 1-2 ko'ramiz. Mezbonlar Başakşehir nimadir o'ylab topish kerak. Shuncha o'zgarish bo'ldi. Pas Jalo tomonidan. Jalo zarba. Juda sust edi bu. Yana bir Radulovichga zarba. Darvozabon o'zida. Girgich. Opera berdi. Keldi. Yaxshi Sarıy pas bo'ladimi? Da Costadan zarba va qanday qilib gol bo'lmadi? Hozir o'zgardi. Birnich pas Kemeni bilan yaxshi kombinatsiya. Birnich oldin o'tish kerak berdi. Xorvatiya futbolchi Birnich kapitanidan Da Costaga pas bo'ladimi? Zarba gol! Gol! Nuno Da Costa hisobni 2-2 yetkazyaptilar. Yana bir bora ko'ramiz. Barchasini to'liq ajoyib tarzda o'ylab topdi Birnich va Da Costa ham yakuniy zarbani yaxshi berdi. 2-2 azlar 85-daqiqa davom etamiz. Hali vaqt bor. Mumkin 3-2 qilarmiz. Başakşehir oldinga. Jalo yana oldinga. Da Costa Sarıy tomon vaqt tugadi, ammo hakam ijro beryapti. Sarıy nima o'yin topadi? Sarıy pas bo'lsin Da Costaga. Zarba gol! Nimalar bo'lyapti azlar? U shu 49-minut. Lekin referi indagani yo'q. Ijro berdi, bu hisoblanadi. Gol. Wow, mana bu comeback. Sarıyga qo'yib qani tezlik bilan oldinga bordi. Sarıy Da Costa ikkinchi taymda maydonga tushib o'yin qahramoniga aylanyapti. Da Costa. Qoyil Başakşehir, qoyil matonat uchun qo'yadi. Va kamshtagini chaldi. 3-2 Benfica Rapid. UEFA Konferensiya Ligasining birinchi turi. Juda ko'p savollar bo'ladi, ammo bu qiziq emas. O'yin qahramoni esa bu Nuno Da Costa. Başakşehirga keyingi o'yinlarda ham, Turkiya chempionatida ham, Konferensiya Ligasida ham omad tilaymiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.